Bunlar. Voy, nima ish chaqmoq qilasiz? Xizmatdoshim anglab qoldi. Voy, nima bo'ldi ikkimizga yurayotgan tusoq? Akayning qilganingiz nima u? Siz tepaqmi? Menchi olma o'ynashmiki? Voy, qanday bilib qoldingiz? Voy, siz menga olma o'ynashib turmang deb da'vat qilgan tursangiz, ashumki deb o'yladim men. Da. Voy, nima yaxshi, rahmat. Biz kechda birga ko'rib o'ynab kelamiz. Ma'qul? Bundan kechda ko'rishlar. Ma'qul, xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Telefon olamsiz? Ha, Mana telefon sotadigandim. 13 kami bu. Ha. Ko'proq ya. Qancha pul olsangiz buni? Endi yangi olgan telefonni 9000 qo'ylarga olasiz. Shu yuqori olganning yetolmaydigan gap bor. Voy, taxib boyam olgan telefon yangi telefon bu. Yangi olsa qaraman buni jiqpay deb sotmayman ha. Shu yuqori olgan yetolmaydigan gap qoladi. Voy, ozroq o'rlanga yana. Bo'pti, bir qizga 8 mingga qanday qilsangiz? 8 mingga basini aytib qo'yay. Ha, bo'pti, ilanga. Qancha zaman bo'ldi? El olaman. Bir sana ne yapayım? Bo'ldi. Ma'qulmiz. Boshqa masala yo'q-ku? Yo'q. Ma'qul. Ma'qulinsa. Voy, yaxshimi keldingizmi? Sizni ham pul tayyorlab qo'ydim. Voy, sizlar var, değil mi? Yo'q, hech qisi yo'q. Rahmat emisi. Men mangash turay ishimga vaqt ko'rshaydimi? Ma'qul. Ma'qul. Ma'qul emisi. Ma'qul, xo'sh. Kuduz. To'xtaman tushundiray. Nima tushundirsan? Men bergan telefon qani? Telefon qani? O telefon sizdan baribir sovuq bo'lganmisiz? Qanday qilsam o'zimdan shudamdi? O'zimning ishi. Ey, men seni yaxshi ko'rganligim uchun badal to'layapman. Men sen shunda qilyapsam, sen menga mushta xoinlik qilsang, mush bir odamdan qildigan qilqima. Rost desam, men kimni tanlashni bilmagan tursan? Kimni tanlashni bilmaydigan odam, nima deb men bilan aralashding? Nima deb meni badal to'latkizsa? Siz meni akamning eng muhim odam. Nima dedim? O izzetini bilmaydigan. Nazır gap qilganda kayfiyatim yo'q. Bir qizaloq necha ming ko'y qashlab bir ko'ngil olamaysiz. Ajiba opam 10 ko'y qashlab burji paypaqat bir faqat necha kun kuyda balam öppägan deb qo'shilib. Sen amallik tilaydi. Qarama Shifoy qo'l shirkining Lola Rayhon o'tqa yurishga opamga oldim. Meni ko'tarib opamni yo'qlab keldi. Men sendan cho'ng o'g'lim bilan sanchilik aqlim yo'q ekan. Bo'ldi buni esa opamga o'zing olib bergan. Men boshqa bir narsa og'ach boray. Puling bormi? Ko'ngilchakning ko't o'choq deb aka. Necha ming ko'y qashlagan bilan shu qizolning holi shu ayna. Mavlala Rayhon o'tqa yurishligi, ayollardagi har xil futqol ismaslik, futqol ojizlik, qon yetishmaslik, qon sovib ketish, ayollardagi har xil masalalarga o'rtaq foyda qilgan. Opam mushni ishlatib xil yaxshi bo'lib qoldi. Hozir yana birini epmaldim. Meni sen opirib berib yo'qlab keldim. Ma'qul, rahmat salom sana. Lola Rayhon o'tqash yurishga sotilmoqchi bo'lsangiz 181 39 15 99 92 mushu nomerga telefon qilib aloqa qilishing.